Shu yilning 24-aprel kuni davlatimiz rahbari raisligida hudud va tarmoqlarda iqtisodiy o'sishni ta'minlash bo'yicha birinchi chorak yakunlari tahlili va yil yakuniga qadar bajariladigan ustuvor vazifalar yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida belgilab berilgan topshiriqlardan kelib chiqib, Bulung'ur tumanida ham sanoatni rivojlantirish, mahalliylashtirish darajasini oshirish, energiya samaradorligini ta'minlash masalalariga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni yanada kengaytirish hamda eksport hajmini oshirish yuzasidan aniq choralar belgilab olindi va amaliy ishlarga kirishildi. Hurmatli Prezidentimiz yo'l qo'yilgan kamchiliklar, ishga solinmagan imkoniyatlar haqida ham zarur ko'rsatmalarni berdilar. Video selektorda ko'rsatib o'tilgan yo'nalishlarni biz tuman misolimizda ham tahlil qiladigan bo'lsak, haqiqatan ko'p imkoniyatlar hali to'liq ishlatilmaganligini iqror bo'ldik. Shundan kelib chiqib, mana o'tgan yillarda Prezidentimizning 132-sonli qarori qabul qilingan edi. Aynan respublika bo'yicha jadal rivojlanadigan tumanlar. Shu tumanlar qatorida Bulung'ur tumani ham belgilangan edi va 110 milliard so'm aynan shu yo'nalishda mablag' ajratilgan. Men o'ylaymanki, ushbu mablag' ham shu ko'rsatkichlarni bajarilishiga yetarlicha turtki bo'ldi deb hisoblayman. Sanoat ko'rsatkichlarini biz 1 trillion 633 milliard so'm qilib bajarishni reja qilganmiz, aniq mo'ljal. Undan tashqari qishloq xo'jaligida 6 trillion 800 milliard so'mlik mahsulot hajmini reja qilganmiz. Undan tashqari xizmatlar sohasida ham 1 trillion 527 milliard so'mlik hajmlar yo'lga qo'yish. Qolaversa, qurilish sohasida ham 500 milliardga yaqin hajmlarda reja qilib olganmiz. Xuddi shunday byudjet tushumlarini ham oshirishni, ya'ni 131 milliard so'mga chiqarishni. Undan tashqari yashirin iqtisod oldini olish, raqamlashtirish, sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalangan holda yana qarib 60 milliardga yaqin shuni o'zida qo'shimcha byudjetga tushum qilishni reja qilganmiz. Buni qanday amalga oshiramiz? 143 milliard kreditlar agar ajratiladigan bo'lsa, biz buni har bir bank kesimida qaysi loyihaga amalga oshiriladi? Hokim yordamchilari bilan mahallalar kesimida shu sun'iy intellekt imkoniyatidan foydalangan holda tahlil qilib, tahlildan kelib chiqib yo'nalishni amalga oshirishni belgilab oldik. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda tumanda umumiy qiymati 2,2 trillion so'm bo'lgan 34 ta investitsiya loyihalarini amalga oshirish, 220 ta yangi tadbirkorlik subyektini tashkil etish hamda 63 tasining faoliyatini kengaytirish maqsad qilingan. Yangi Osiyo xalqaro biofarmatsevtika korxonasi tomonidan 100 million dollarlik investitsiya asosida yiliga 1000 tonna tabiiy biopreparatlar ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan ishlab chiqarish quvvati tashkil etilmoqda. Ma'lumki, Bulung'ur tumanida uzum yetishtirish hamda uni qayta ishlash bo'yicha katta tajriba mavjud. So'nggi yillarda ishlab chiqarish quvvatlaridan to'liq foydalanilmayotgani sababli xom ashyoni qayta ishlash darajasi pasaygan. Shundan kelib chiqib, hozirda yetishtirilayotgan yillik 35-40 ming tonna uzumni qayta ishlash bo'yicha loyihalar ishlab chiqilgan. Bu ishlarni amalga oshirish uchun 500 ming dollar kredit ajratilishi belgilangan. Buning evaziga esa 60 milliard so'mlik tayyor vino mahsuloti ishlab chiqariladi. 5 million dollarlik eksport yuzaga keladi hamda 70 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Bundan tashqari, tumanda xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish bo'yicha ham aniq loyihalar ishlab chiqilgan. Tumanni jadal kompleks rivojlantirish bo'yicha tanlab olingan loyihalar ichida Bulung'ur kanali atrofida xizmatlar sohasi hamda turizmni rivojlantirishga qaratilgan sohil bo'yi loyihasi hayotga tatbiq etilmoqda. Unga ko'ra, kanal bo'ylab 30 ta yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil etiladi. 300 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratiladi. Ayni kunlarda sohil bo'ylab mavjud infratuzilmani yanada yaxshilash maqsadida 15 milliard so'm mablag' hisobidan avtomobil yo'li, piyodalar yo'laklari qurilib, yoritish ustunlari va odamlar hordiq chiqarishi uchun o'rindiqlar ham o'rnatilmoqda. Tumanda mavjud xatlov yakuni bo'yicha 220 dan ortiq bo'sh turgan yoki 113 ta samarasiz ishlatilayotgan bugungi kunda tadbirkorlarning obyektlari borligini aniqlab, bu borada ham o'sha banklar, hokim yordamchilari, joydagi o'sha tadbirkorni o'zlarini yanada imkoniyatini kengaytirish hisobiga qarib bu 1000 dan ortiq ish o'rinlarini hozir mo'ljal qilib turibmiz. O'z navbatida 1,5 milliardga yaqin shuni o'zidan hozir qo'shimcha soliq manbai ham vujudga keladi. Buni ham agar to'g'ri yo'lga qo'yilsak, bu imkoniyatni ham yarata olamiz. Keyin ishga solinmagan imkoniyatlari ham bor ekan. Tumanda haqiqatan bizni iqlim, joylashuv, geografik nuqtai nazardan qulay, ya'ni
magistral yo'l o'tgani yo'l yoqasidan bilamiz kuniga 50 minglab har sutkasida avtomashinalar qatnovi mavjud. Buni ham imkoniyati bor yo'l bo'yi xizmatlarini yo'lga qo'yish. Hozir yilda oxirigacha biz 70 dan ortiq xuddi shunday xizmatni yo'lga qo'yishni mo'ljal qilganmiz. Bizda 7 ta tarixiy, madaniy meros, arxeologik obyektlar bor. Bugungi kunda o'shani aynan shu obyektlar atrofini, infratuzilmasini, shu hududda yashaydigan aholini bevosita o'qitib, o'rgatib, tajribasini almashib, Erganakli qishlog'ida turizm qishlog'i bugungi kunda amalga oshirilyapti. Davlatimiz rahbari mazkur yig'ilishda oziq-ovqat xavfsizligi hamda narx-navolar barqarorligini ta'minlash, inflyatsiyani jilovlash masalalari bo'yicha muhim vazifalarni belgilab bergan edi. Ayni bu borada tumanda iqlim sharoitidan kelib chiqib, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun kartoshkachilikni rivojlantirish bo'yicha yirik loyihalarga qo'l urilmoqda. Xususan, Xo'jamazgil hududida o'zlashtirilgan yer maydonlarida tomchilatib sug'orish tizimi asosida xorijiy navdagi ozuqa va urug'lik kartoshka yetishtirish yo'lga qo'yildi. Misrdan keldim. Bu yerda super elita kartoshka yetishtirish ustida ishlayapmiz. Hozir ekilgan mana bu kartoshkalarga endigina 1 oy bo'ldi. 3 oydan keyin biz bu mini tigonaklarni yig'ib olamiz. Undan G1 avlod hosil olinadi. Bu urug'lar esa 1 yil yoki 1 mavsumdan keyin G2 hosil qilish uchun ishlatiladi. Bu juda yuqori sifatli va super elita deb ataladi. O'zbekistondagi iqlim va ob-havo kartoshka yetishtirish uchun juda qulay. Bundan tashqari bu yerda barcha imkoniyatlar mavjud. Bu esa sifatli o'simliklar yetishtirishimizga yordam beradi. Bu yerning umumiy maydoni taxminan 2,5 gektar bo'lib, navlarga qarab 3 qismga bo'lingan. Tomchilatib sug'orish tizimidan foydalanamiz. O'zbekistonda ishlayotganimdan juda xursandman. Kelajakda bu loyihani yanada rivojlantirishni va Misr bilan O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishni xohlayman. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha aynan Bulung'ur tumanining o'ziga xosligi kartoshkachilik azaldan iqlimi, tabiati shunga xos, aholisi ham ko'nikmaga ega va bu bo'yicha ham prezidentimiz alohida qarorlari qabul qilinib, Bulung'ur Agrostar korxonasi tashkil etildi. Bugun 7000 gektardan ortiq maydonda kartoshka ekildi. Birinchi ekin, ertachi ekinga va Bulung'ur Agrostar korxonasi bugun 3000 tonnadan ortiq sifatli urug'likni Gollandiyadan olib kelib, fermerlarga, tomorqa egalariga, dehqon xo'jaliklariga tarqatdi. Hozir 2 yo'nalishda ish olib borilyapti. Ya'ni urug'likni olib kelib, arzon, sifatli ham ozuqa kartoshkasi, ham urug'lik kartoshkasini ta'minlash. Shu bilan birgalikda yangi urug'likni yaratish bo'yicha ham ish olib borilyapti. Bu yerda 2030-yilga shu qaror talabida borki, to'liq kartoshka urug'i mustaqillikka erishish topshirig'i qo'yilgan. Ushbu bo'yicha ishlar olib borilyapti. Shu bilan birga kartoshkachilikni aholi xonadonlarida rivojlantirish uchun 1,5 milliard so'm imtiyozli kredit mablag'lari ajratilib, 3 ta mahallada qo'shimcha 314 ta xonadon kartoshkachilikka ixtisoslashtiriladi. Tumanda mahallalarni ixtisoslashtirish maqsadida yangi ekin turlarini rivojlantirishga ham ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Deylik, malinachilik sohasida ayni paytda Mingchinor hamda Beshkuvi mahallalarida malina plantatsiyalari barpo etilmoqda. Aholi xonadonlarida ham malina yetishtirish ommalashmoqda. Beshkuvi mahallasida tashabbuskor tadbirkor tomonidan o'tgan yili 1,5 gektar maydonga malina ekilgan edi. Serdaromad o'simlikdan tadbirkor yaxshigina daromad oldi. Joriy yilda esa uni yanada kengaytirish maqsadida yana 2 gektar maydonga malina ko'chatlari o'tkazildi. Ushbu mahallaning aksariyat xonadonlarida bugun malina yetishtirish yo'lga qo'yilmoqda. Aholi malinani serdaromad soha ekanini yaxshi anglab yetyapti. Umuman olganda joriy yilda 11 ta mahalla malinachilikka qo'shimcha ixtisoslashtirilib, 661 ta xonadon, 1870 nafar a'zosi ushbu sohaga qamrab olinadi. Uning afzalliklari endi serdaromad soha qo'shnilarimizda bor. Hammamiz butun qishloq ektik serdaromadligini bilib turib. Mana Xudo xohlasa endi bir 600-700 kilo hosilni kutyapmiz. 15-20 million agar biz sotib elga daromad qilsak, mana keyin bu yilga hovlini to'ldirib shu malinachilik bilan sohasi bilan shug'ullanmoqchimiz endi. Bu yaxshi tomoni xaridorlar shu yerga keladi. Oilaga qo'shimcha daromad, o'rtasiga qo'shimcha ekinlar, sabzavot ekinlari, mana shuni ekib daromad
ko'rmoqchi bo'lyapmiz. Mingchinor mahallasi hududidagi bo'sh turgan va samarasiz maydonlarda ham malina yetishtirish yo'lga qo'yilmoqda. Hozirda 10 gektar maydonda Rossiyadan keltirilgan malina ko'chatlari o'tkazildi. 10 nafar ishsiz fuqarolar ish bilan ta'minlandi. Muhimi, mahallada malinachilikni yanada rivojlantirish maqsadida ushbu mahallaning infratuzilmasi yaxshilanmoqda. Buning uchun davlat byudjetidan mablag' ajratilib, 2,2 kilometr yo'l, transformator, artezan quduqlari qazib berilmoqda. Bu esa hudud aholisini daromad manbaiga ega bo'lishiga, farovon yashashiga zamin yaratadi. Joriy yilda ham barcha manbalar hisobidan hozir 400 milliarddan ortiq mablag' berilgan. 140 milliard tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha kreditlar. Biz albatta ushbu mablag'larni har bir summaga joy-joyiga yetib borishiga, maqsadli ishlatilishiga, muhtaram prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan vazifalarni tuman rahbari sifatida tumanda yil yakunigacha to'liq sifatli bajarilishiga kafolat beraman. Prezidentimiz tomonidan aholini rozi qilish, tadbirkorlikni rivojlantirish orqali ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish, investitsiyalarni o'zlashtirish hamda eksport hajmini oshirish, iqtisodiyotimiz barqarorligiga erishish bo'yicha belgilab berilgan muhim va ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Bulung'ur tumanida istiqbolli loyihalar hayotga tatbiq etilyapti. Bularning bari hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga, xalqimiz turmush tarzini farovonlashuviga qaratilgan ezgu maqsad sifatida ahamiyatlidir.